Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yangi hayotda ishlab chiqarish korxonasi yonib ketdi. Bugun tushdan keyin Toshkentning Yangi hayot tumanida joylashgan korxonalardan birida yong'in chiqdi. 19 aprel kun soat 15:23 da Yangi hayot tumani Daryo bo'yi ko'chasida joylashgan ishlab chiqarish korxonasi yonayotgani haqida xabar kelib tushdi. Ma'lum qilinishicha, yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga soat 15:35 da yetib borib, hozirda yong'inni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar haqida xabar kelib tushmagan. Vaziyat mas'ul idoralar tomonidan to'liq nazoratga olingan. Ushbu yong'in soat 16:01 da to'liq o'chirildi. Manba: darakchi.uz sayti.